Mana men agar pul to'lamasa ham montaj qilardim. Yaxshi ko'rgan edi. Shunaqa. Buni qayerdan o'rgangansiz desam, o'zi 2 yil oldin yozgansiz-ku deydi. Men hisoblab ko'rsam, shu vaqtgacha $50,000 yo'qotganman. Mana men kriptovalyutani men kayf qilib qilaman. Stressga tushmaysizmi? Absolutno umuman yo'qotganimda ham, yutganimda ham hech narsa. Frilanserlik meni tabiatimga rosa yoqadigan narsa. Odam montajni o'rtacha darajada o'rganib ham shunaqangi pul topish mumkinligi bu qoyil qolgan darajada. Любой ishni hozir siz o'tirsangiz, qiyin montaj bo'lsa ham 3 soat 4 soat vaqt ketadi. Bo'ldi. Undan ko'p ketmaydi. Men hozir fikrim o'zgarib ketdi. Yangi akkaunt ochilib, u faoliyat yuritsa ham yaxshi daromad topish mumkinligi. Bundoq qaraganda kuniga $100 ishlaydigan bo'la edim-da. Google'ga Gesmohan deb yozsa, sразу Fiverr'da chiqib yozsa. Bu darsliklarda aytilgan narsalarni siz so'rab olyapsiz. Davlat ishida ishlaydigan odamlarni boshqa ishga o'tganlar yoki boshqa narsa qilgin desangiz nima deydi? Kambag'allik bu tanlov. Masda bu, tushunasizmi? Hasan aka xush kelibsiz. O'ylayman bugungi suhbat juda ham qiziq bo'ladi. Sababi podkastning mavzusi frilanserlik to'g'risida bo'ladi. Siz ham hayotingizni frilanserlik bilan boshlagansiz. Shunaqa. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni siz bilan meni soham boshqa bo'lsa ham, men masalan uchta madaniy sohasida bo'lsam, siz montaj sohada bo'lsangiz, ikkovimiz ham hayotimizni ochig'i frilanser o'zgartirgan. Men siz birinchi marta Tatuda ko'rishganmiz. Ikkovimizni speaker sifatida tanishgan. Savolim omma sizni men bu kripto sohasidan taniydi. Siz mediada faqat shu soha bo'yicha gaplashasiz-ku, lekin mana bu frilanserlik yo'nalishingizni kamdan kam odam biladi. Shunaqa. O'zi qanaqa kirib ekansiz? Masalan, mana Malayziyada o'qiyotganingizda, siz bilardingiz. Montaj sohasini. Qanaqasiga Fiverr'ga kirdingiz va undan keyin qanaqasiga kripto sohasiga o'tib ketdingiz? Shuni ketma-ketlikni gapirib bering. Montaj sohasi bu o'zi Malayziyada emas, vaqtida o'qiyotgan paytimdan emas. Undan oldin bo'lgan bizda. 7-sinfda, 7-8-sinf bo'lsak, endi bu to'g'ri keladi. Nechinchiligi to'g'ri kelyapti? 2005mi? 4, 5, 6, 2005, 2004, 2003-yillarda. Ana shu vaqtlarda biz o'zim shaxsiy nimalar ishlardim. Kino, qiziqib o'zim hech qanaqa nima yo'q. Shu yaqinlar bilan keyin misol uchun maktabda bironta hikoyalarda, bironta narsalarda o'qirdik-da, bunaqangi voqeasini. Shuniki uyga kelib o'zimizning uyda ichida, ya'ni shu narsani kinoda qilib nima qilishga harakat qilardik. Keyin uni sekin kinoda qilib, narsa qilib, ana kamera bor edi, kichkina kasetalik bor edi. Kameraga uni nimaga o'tkazardik? Kompyuterga o'tkazardik, bunaqangi kasetani o'tkazgandan keyin uni montaj qilardik. Ana shu paytda Wizard degan programmalar bo'lardi. Montaj programma. Da, Wizard degani bo'lardi narsa. Endi kompyuterda o'ziniki Wizard bilan qilardik. Yaxshi edi shu. Keyin Magic bir narsalar ishqilib qoldi, esimda yo'q. Xullas, ana shular bilan kinoni montaj qilardik, narsa qilardik. Shu bilan keyin sekin uje ingliz tilini o'rganishni boshlab, keyin uje Malayziyaga o'qishga kirganimdan keyin 3 yil Malayziyaga o'qib, shu Malayziyada ham o'qiyotgan paytim ham bir yaqin bir o'rtog'im bo'lardi, ismi nimadan edi? Falastindan edi, Suhayb degan. Ana shu bilan nimalar qilardik o'zimizcha. Qo'shiqlar yozardi u. Shuniki iloji boricha mana kliplarini qilib berganimda, kliplarini qilib, keyin o'zimiz qisqa short movie'lar deydi-ku, shu paytda moda bo'lgandi short movie'lar. Short movie'lar shunaqa ishlab, endi u paytda faqat YouTube'da edi, u paytda Instagramlar endi nima emasdi-ku unchalik. Keyin Vine'lar ochildi, Vine degani. Vine bilasizmi programmasini? Ha, bilaman. Vine o'zi 6 sekundli edi. Keyin ana shu Vine programmasiga keyin nima qildik? Keyin Vine programmasi yana yo'q. Xullas ana shu mediaga qiziqib, keyin shodni nima qilib yurgandim. Ya'ni pul topish uchun emas, shunchaki montaj yoqqani uchun, montaj o'zimga yoqqani uchun. Hech qanaqa bu yoqda pul topish narsa bo'lmagan. Prosta o'zim qiziqaman, ijod deydi-ku. U paytda unaqadir podpiska ko'paytirish yoki bo'lmasa unaqa narsa umuman xayolda bo'lmagan. Prosta nima qiziqish. Keyin sekin uje oxirgi yillar uje kelayotgandi. Ya'ni bizda qarang, bunaqa edi Malayziyada. 3 yillik har yilda misol uchun birinchi kursni tugatdingizmi, ikkinchi kursda o'qishingiz uchun birinchi kursda polni hamma summasini 0 qilishingiz kerak. Hech qanaqa summa qolmasligi kerak. Universitetda, ya'ni kontraktini, xonangizni, uyingizni hammasi qarochi 0 bo'lishi kerak. Qachon 0 bo'lsa, keyin ikkinchi
semestrga 3-chi 4-chi вообще semestrga o'zi kursga emas, ya'ni semestrga. Keyingi semestrga registratsiya qilish uchun shu birinchi semestrda hech narsasiz qolmasligi kerak. Fanlardan pulni to'lagan bo'lishingiz kerak. Keyin siz pulni to'lay bo'lganingizdan keyin уже nima qiladi? Ya'ni ochiladi. Siz registratsiya qila olasiz. Registratsiya qilganingizdan keyin fanlar olasiz. Menda ana shu qanaqadir taqdir taqozosi bilan meniki hech blok bo'lmasdi-da. Ya'ni pulni to'lamasam ham ikkinchi semestrda registratsiya qilardim. Pulni to'lamasam ham 3-semestrda registratsiya qilardim. Bolalar hammasi pul topolmagani uchun registratsiya qila olmay yotardi fanlarda. Boyagi portal deyardi, portali ochilmasdi portal. Men kirib shuna portalimni yozardim har doim, kirib ketardi, fanlarda registratsiya qilardim, bo'ldi. Fanlarda registratsiya qilib oldim, bo'ldi degani-da. Ya'ni всё, pul to'lashdan to'liq yo'q degani. Keyin qanaqadir glitchmi endi sistemasini o'zi bug bo'lsa kerak. O'zini bir glitchmi qanaqadir oq ro'yxatga bir xudoning rahmi kelib tushib qolganmanmish qilib. Shu bilan uydagilarim pul tashardi. Odatda $200 dan pul tashardi. Men esa kontraktingga jo'natayim desa, yo'q, kontraktni o'zim to'layapman, bunaqa derdim-da, kontraktni olmasdim. Shu $200 pul kerak bo'lsa, shuni olardim. Keyin kontraktim 3 yilda, 3,5 yil biz o'qishimiz. 3,5 yildan beri to'lib qoldimi? Shu tugatayotgan paytim уже bo'ldi. Har bitta joydan biz nima olishimiz kerak? Pichat urdirib olishimiz kerak. Bo'ldi, tugadi. Endi icharidan qarzi yo'q degan narsa. CIA degan joyi bor edi, mana kutubxonasi bor edi, library, hamma joyga borardikda, qarzi yo'q degan. Oxirida уже manual hammasi tekshiryapti, уже chiqib kelyapti bu yoqda qarz mendan. Birinchi oyam to'lanmagan, birinchi yil ham, ikkinchi yil ham hech qaysi semestr to'lanmagan. Hech pul umumiy berishingiz kerak endi? Umumiy berishim kerak bo'lyapti shu payti bir $4,500 yaqin bergan. Endi pul topish kerak. Bir pul yo'q. Уже martdan boshlayapti-da. Yo'q, qanchadan yo'q. Birinchi semestr tugagandan keyin boshlayapti. Dekabrdan keyin boshlayapti. Уже bo'ldi. Oxirgi semestr, pulni to'laylar degan narsa voqima уже shahardan kelyapti. Keyin короче pulni nima qila olmayapman, короче uydagi olishdan nima yo'q. Ana uyat. Keyin shunga bir kun turib internetga how to make money online deb Google ga yozgandim-da. Shu payt keyin chiqib kelyapti. Photoshop, misol uchun, freelance bo'yicha 2014-yilning tasavvur qiling. How to make money online. Har xil narsa chiqadi. Affiliate marketing, sales, har xil narsa chiqib kelyapti misol uchun. Keyin endi ularni bilmayman-ku men misol uchun. Keyin yozyapmanki, qanday qilib o'zim bor hunarda endi. How to make money online. Misol uchun video editing bilan. Video editing bilan qanaqa pul topish mumkin deb yozyapman. Yoki bo'lmasam with Photoshop, ya'ni Photoshopda men yaxshi bilardim. Keyin ana shu freelancerlik chiqib kelyapti. Freelancerliklardan endi veb-saytlar chiqib kelyapti. U payti freelance.com bor edi. Nima bor edi? Upwork bor edi, Fiverr bor edi. Yana bir qaysidir sayt $5 degani chiqqandi. Yopilib ketdi pamoyim. Xullas bir endi ro'yxatlar bo'ladi-ku internetlarda. Ana shular hammasi kelib chiqadi. Hammasiga kirdim, hammasiga registratsiya qildim, hammasidan bir xil reklamani qo'ydim. Ya'ni boyagi video qilganlarim, narsalarda portfolio hammasi. Oddiy portfolioni ham video uchun portfolioni qanday qilyapman? Oddiy misol After Effects'dan template olyapman. Shu template'ga boshqa video o'zimni videolarimni qilyapman. Hi, my name is shu, my name shu. I edit video for $5 suda deb hammasiga bir xil narsa qo'yapman. Keyin Photoshopda ham qo'yapman qilgan ishlarimda. Keyin yaxshi bo'ldi. Fiverrdan birinchi ish keldi menga. Qancha vaqtda? Ro'yxatdan o'tdingiz? Sraz bir kunda pastida, 1 soatdami, 2 soatdami? O'sha kunning o'zida. O'sha kunning o'zida. Ish tushyapti. Keyin shunaqa qancha qilasan deyapti. Endi u payt $5 edi. $5 qilaman debman. Keyin $5 montaj qilib berdim rasmini. Rasmni montaj qilib berdim. Photoshopda. Rasmini montaj qilib berdim. Keyin yana so'radi. Keyin yana montaj qildim. Keyin уже bo'ynak klient, zo'r, bu dedi. Chunki keyin bilsam, endi bundoq qarasam, men arzonga ishlayapman-da. Shu paytda $5 ishlayapman. Juda katta ish, normal ish. Keyin уже menga nimani so'radi? Xaritani so'radi.
butun dunyoni dedi xaritasini qilib bergin dedi. Xaritani har bitta davlat ichiga borsak dedi, ya'ni katta format bo'lsin dedi. Ana shu yoqqa dedim, Avstraliya bo'lsa dedi, Avstraliyaga kengurularni aykonlarini qo'yib, bolalar uchun, childrenlar uchun bo'ladi dedi. Bu ham Photoshopda. Photoshopda, ha, misol uchun har bir davlatda nimasi bilan mashhur? Ana shu narsalarni qo'yib bergin deyapti. Endi juda katta ish. Endi bilyapman o'zi ham $5 kitob arzimaydi. Kim aytyapti $60 bo'ladi deb. Tushpay. Bo'ldi-da. Birdaniga $60 ham hozir misol uchun biz $600 beraman desam qilmaydi. Hech kim uni bilasizmi? Katta mapni ichiga ham bitta narsa qo'yib chiqish. Sidney degan joyga misol uchun Sidneyning nimasini tushunasizmi? Ana shunaqa. Har bir shaharni Google'dan terib, har bitta qidirib topib chiqish kerak. Qidirib chiqib qo'yishingiz kerak. Men olmish deganman. U birdan xursand bo'lib nima qildi? 5 ta birdaniga nima qildi? 6 ta. 5 ta. 5 kere 5 25 ha 30 6 ta bilan 5 ta bilan qara 12 ta bo'ladi, $60. $5 dan edi, maksimum order $5 edi. Undan ko'p bera olmasdi. Ha, shunaqa edi. Ha, Fiverr birinchi chiqqanda shunaqa edi. Ya'ni $10 order bera olmasdi. Faqat $5 dan xizmat. 5 qilardi. Bo'ldi shunaqa. Keyin ham orderni berdi, narsa qildi. Men nima qilardim? Order berganidan ishini yopardim-da, bittasini qoldirardim. Tushundingizmi? Bittasini qoldirardim. Sababi u baribir cancel qilish iloji bor-ku, shunaqa ham klient bilan kelishardim. Shu bittani qoldirardim. Tarsa hammasini yopdim. Bittani qoldirdim. Qarachi birdaniga u odam bilan ko'p ishlayotganim uchun, birdaniga ishlarni yopayotganim uchun Fiverrda urgent degan bir nimasi bor edi, badge bor edi. Ishlarni tez beradigan odam degan narsa bo'lardi. Unvon bo'lardi. Ana shu unvon keyin meni gigimda chiqib qoldi tepasiga. Nagrada berishgan. Nagrada berishdi, urgent degan. Ko'p emas, bir hafta o'tibmi, bir oy, endi esimda yo'q to'g'risi. Shuni berib yubordi. Urgent bo'ldimmi, klientlar kelishni boshladi-da. Klientlar yaxshi kelishni boshladi narsada. Keyin orada bir nima bo'ldi, strike bo'ldimi, ko'p ish kelgani uchun bilmayman nima bo'ldi. Shunaqa edi. Fiverr o'z-o'zidan chunki shu paytlar o'qirdim, blok bo'lib ketdi meniki, blok bo'lib ketdi degan narsalar bor. Keyin menda ham shunaqa strike bo'ldi, bir narsa bo'ldi, blok bo'ldi. Sразу birdana customer service'ga yozib, narsa qilib, bir 2 kun yalanib, ularga ham ochirtirdim. Ochdi keyin. Lekin shu bilan strike holatda turib, men bunagi hamma narsamni strike qo'ydi-da, bitta Photoshop'imni aktiv qildi-da. Endi montajdan pul topa olmaysiz. Yo'q, montajdan faqat Photoshop bo'lib qoldi. 1 oy evaluation deydi. Qanaqadir check bo'lyapti, tekshirish bo'lyapti men. Ana shunaqa qildi, u bo'ldi. Faqat Photoshopdan klient zo'r ishlayverdim, kesak, azizlarim yaxshi bo'lib ketdi. Bir 3 oy degandan, 2 oy degandan keyin nima ochildi? Video editing ochildi. Montaj bo'yicha keyin videoni nima qildim? Videoda ham yaxshi bo'lib ketdi, narsa bo'ldi. Shu bilan keyin nima deydi? Birinchi oy misol uchun $300 ishladim, keyingi oydan уже $1000 dan ishladim. Xullas martgacha polni shu $6000 mi $7000 pul ishladim. Martgacha. 4 oy mobaynida. 4 oyda 6000-7000. Shunday. Buna kontraktlarimni to'ladim. Qolganini o'zim bilan eslayman, shu uyga olib kelib, dadam qo'yilgan soati $3000, $2500 pul berganim ekan. Men haqo'zim pul ishlayapman degan. Keyin shu bilan O'zbekistonda ishimni qilib yurdim. Podkastni ko'rishni davom etishlardan oldin Edit maktabi haqida qisqacha aytib beraman. Edit bu media kasblariga yo'naltirilgan maktab. Bu yerda biz kontent yaratishga qiziquvchilar uchun video montaj va mobilografiyani kasb sifatida o'rgatamiz. Bugungi suhbatimizda Hasan aka bilan video montaj haqida gaplashdik. Nimaga aynan video montaj? 2025-yilda video montaj bozori aylanmasi $3,5 milliard ga yetadi va yillik o'sish sur'ati 6-7% tashkil qilmoqda. Bu grafikda bo'lsa, internetdagi ma'lumotlar hajmini qanchalik o'sganligini ko'rishingiz mumkin. 2010-yilda 2 zettabaytni tashkil qilgan ma'lumotlar bugungi kunga kelib naqd 90 barobarga o'sib, 181 zettabaytga yetdi va bu hajmning 53%ni video tashkil qiladi. Video kontent zamonaviy inson hayotidagi ajralmas qismga aylandi. Tadqiqotlarga ko'ra, insonlar har kuni o'rtacha 3 soatidan oshiq vaqtini video kontent tomosha qilishga sarflaydi. Aynan shu sababdan bu o'sib borayotgan media bozorida video montaj kasbini imkoniyat sifatida ko'rishimiz mumkin. Umid qilamanki, podkastda aytiladigan ma'lumotlar kontent yaratishga qiziqadigan har bir inson uchun manfaatli bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, ushbu podkast kuzatuvchilaridan 3 nafariga Edit Media maktabimizdan mutlaq tekinga o'qish imkoniyatini bermoqchimiz.
izohlarda nega aynan sizni tanlashimiz kerakligi haqida qisqacha ma'lumot yozing. G'oliblarni yaqin kunlarda Edit maktabining Telegram kanalida e'lon qilamiz. Kriptoga qanday o'tib qoldingiz? Kriptoga ana shu payt O'zbekiston 2014-yil O'zbekistonga kelgan bo'lsam, keyin bizda bilasizmi, 2014-yil chet el bank sistema yaxshi emas, ko'p pul olish narsa. Bizda PayPal ham yo'q edi, Payoneer ham yo'q edi, hech narsa yo'q edi. PayPal hali ham yo'q. Hali ham yo'q. Payoneer bor. Shunday zamonaviy dunyoda yashayapmiz, hali ham yo'q. Shunda keyin pulimni ola olmaganim narsa qilgan Fiverr'da ikki joy bor edi. Birinchisi withdraw via misol uchun bank. Bankni misol uchun bosasiz, ichida local bank bor, PayPal bor. PayPal bosardim men Malayziyada bo'lgan paytim. Oldida esa withdraw misol uchun via nima? Bitcoin. Kriptovalyuta. Bu yoqqa kelib siz PayPaldan pul ola olmaganingiz uchun kriptovalyutadan bu yoqdan olishingiz kerak bo'lib qoldi. Shunday, kriptovalyutadan yechishga to'g'ri kelib qoldi. Keyin kriptovalyutadan pulni yechdim. Shu payti $1,500 qanchadir bo'lgandi, bilmayman. O'sha pulni siz kripto orqali oldingiz. Fiverrdan. Shunaqa. Bitcoin oldim. Bitcoin oldingiz. Bitcoin, kashlog ochardingiz, bo'ldi, kashlogingizga tashlab berardi. Tushundingizmi? Tushundim. Osonroq-ku. Ya'ni kashlog ochasiz, adresingizni qo'yasiz, withdraw'ni bossangiz bo'ldi, kashlogingizga pul tushadi. Shu $1000 equivalent. O'sha Bitcoin hisobini sizga tashib bergan. Shunaqa. Bitcoin keyin menga tashab berdi. Men короче Bitcoinda bir tanishim bor edi. Malayziyaga endi ishonib men uni tashlatgandim. O'sha vaqtda necha pul edi Bitcoin? Bilmayman qancha. Bir Bitcoin. Esingizda bo'lsa agar. 800 dan past edi-da. $800 past. 800 dan past edi. 500 dan past edim, 800 dan past edim, bilmayman. Endi $1000 bilaman. $1,500 bilaman. Keyin boyagi bir tanishim bor edi, undan so'radik. U Malayziyada u payti ana shular bo'yicha ishlab yurardi. Keyin u ham aytdiki, "Yog'a" dedi, "Bizda ham" dedi, "nima bo'lib ketdi" dedi, "Allab ketdi" dedi. Bir forexchilar bor edi dedi, "Mashinniklar" dedi, "Allab ketdi" dedi. O'zicha Lamborghini, Lamborghini ko'rsatib, xuddi bizda hozirgi ahvol bor-ku. Mashinalarni ko'rsatib allab yuribdi-ku. Shunga o'xshagan narsa bo'ldi ularga. Ya'ni Malayziyada endi 2014-yildagi narsani bizda hozir qilishyapti-da. Nimasini mana o'zicha nimalar qiladi. Seminarlar qilardi, seminarga kiraverishda oldiga Lamborghinilarni qo'yib qo'yardi, mana mashinasini. Endi как бы seminarga kelgan odam, qara, ana u traderning mashinasi. Tushunasizmi? Ana shunaqa marketingda ko'z bo'yamachilik. Keyin ana shu bola nima o'qirdi. Shu yo'llar o'zbeklar. Ularda keyin bir nimasini temasini bildim, qaracha hammasini uxlatib, narsa bo'lib ketgan. Bo'ldi, Bitcoin ham endi qoldi qaracha. Keyin shu payt sekin-sekin o'z narxlari o'sishdi, narsa bu boshlagandi. Keyin men o'zim ham qiziqdim-da. Prosta bo'ladi endi. Nima u Bitcoin chokchimi narsa. Keyin shunda qo'lingizga tushgandan keyin shunda nechinchi ancha vaqt e'tiborga olib qo'ymadim, chunki $1000 to'g'risi u paytda ham o'sha katta pul emasdi men uchun. Bunday. Wow emasdi-da. Chunki men martga kelgan bo'lsam, mart, aprel, may, iyun, avgustlardami o'sha ungacha men pulni nimadan olaverardim? Malayziyadan olaverardim. Men kartamda bir Farhod degan oshnam bor edi, kartamni tashab ketganman. Misol uchun pul tushadi, bankdan yechib, u menga Western Uniondan yuborardi. Shuni qilardik. Keyin o'sha sekin-sekin bir qanchadir vaqt o'tdi, o'sha men ketgandan keyin o'sha bo'ldi, men как ro'yxatim yo'q-ku, bank shotimdan yopadi o'sha ular. Keyin o'sha yopgandi-da shotni. Ana shu vaqt keyin men o'sha keyin kriptovalyutaga qilgandim. Immuniy men O'zbekistonga kelib, birdaniga kriptovalyutadan pul chiqarmaganman. Qanchadir vaqt men nimadan pul chiqarib yurganman, ya'ni o'zimda shu ishlayotgan kartam bo'yicha. Men O'zbekistonga qaytib kelsam, kartamga tashab ketgan. Kartam ishlayaptimi? Ha, ishlayapti. Day, pul bo'lmasa shaqa solaveraman deb. Keyin o'sha kartam yopilib nima qolgandan keyin o'sha kriptovalyutadan keyin chiqarganman. Bu ham endi past bir 6 oy o'tgandan keyin shunga to'g'ri keladi. Ya'ni men bu kriptoga kiradigan pulingizni asosiy pulni freelansdan topgansiz. Shunaqa. Bu yoqdan topib, bu yoqqa sotib olgansiz. Keyin tanga o'sishni boshlagan. Вообще-то o'zi 2000 realni o'sha pul tikib, narsa qilib, nima qilganim ungacha ham qarang, misol 14 bo'lsa, 16, 17, 18 da men yaxshi pul tikish boshlaganman. 19 da, 18, 19 da kirib. Bu yoqda yig'avergansiz. U paytda polni misol uchun ana shu freelancerlikda ishlayverganman, mana video editing bo'yicha.
3-4 yil faqat kriptoga pul qo'ygan ekan. Shunaqa. Keyin уже aytyapman-ku, mana shu 18, 19, уже 20 mana pandemiya kelgan payt, chunki biz 18 ming bitcoinni 18 ming bo'lgan paytlarini, 19 ming bo'lgan paytlarini ko'rdik. Pandemiyaga уже как 3 ming bo'lib qolgandan keyin tasavvur qiling, xuddi hozirgi bitcoinda misol uchun 80 mingda 3 ming bo'lib qolsa. Nima bo'lsa olaman deydi-ku bu odam. Shunaqa bo'lgan vaziyat edi-da. Olganmiz shu vaqtda. Da, ana shu payt pandemiya. O'sha vaqtda olgansiz. Shunaqa pandemiya payti ham olganman. Yo'q, undan oldin ham olganman. Aytyapman, 18 ga ham olganman. Tepada ham olganman, boshqa joyda ham, hamma joyda. Undan oldin ham pastga, misol uchun pastda olganman, xuddi sizdek-da, sotmaganman-da. Shunaqa fikr bo'lganda, millioner, milliard, trillion bo'lib ketadi. Yo'q, pul olish kerak doim. Keyin bilgansiz, chunki mana bu 17 mana shu 15-16-yillar pulim bo'lgan payt o'sib ketavergan, to 18 gacha faqat o'sdi-da. Xayolimizda shunaqa edi. Ya'ni aytyapman-ku, почти bir 1,5-2 ming dollarlik pulingiz ko'zingizda oldiga 60-70-80 ming dollar bo'lib ketyapti-da. Endi 60-70-80 ming men video editingdan hali buncha topmayapman-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni shuncha qisqa muddatda. Lekin bunda shuncha topilyapti, deganda odam. Keyin shuning uchun bir pul bo'lsa, to'xta mana yangi coin bu bor ekan, nem coin, u bundaqa chiqdi deb 18 ga ham misol uchun tepasiga chiqayotgan payti ham pul tashlaganman. O'zi уже boom bo'lib crash bo'lgandan keyin, tushgandan keyin, narsa qilgandan keyin, bekor foydani olmabmiz u deb. Keyin уже mana shu 18 dan keyin kallani ishlatib, narsa mana shu 20, 19, 18 ham baribir kuyish narsalar bo'lgan. Aytyapman-ku, men 1200 dollar, 1300 dollar kuyganimdan keyin, vaqtda minus bo'lganimdan keyin men kallamni ishlatganman, shoshma, bunizdan o'rganish kerak. Bunda просто так boyib ketadigan narsa emas. Значит, bunga sal kalla kerak ekan degan narsa fikr bo'lganda, hozirgilarda unaqa narsa yo'q. Hasan aka, demak, aytgan gaplaringizdan kelib chiqib, odam moliyaviy bozorga kirishdan oldin uni puli bo'lishi kerak. Va u pulni moliyaviy bozor o'zidan emas, balki qanaqadir kasbi, undan pul kelib turadigan joyi bo'lsagina o'shanda kirish kerak. Shunaqa xulosa qilsak bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, bemalol bo'ladi odam. Birinchi navbatda xotirjam bo'ladi. Ya'ni misol tasavvur qiling, hozir bir kishi ko'p birdaniga kiradi-da, bu narsani oddiy kriptovalyutaga misol uchun hozir pul tashishim, bir ikki so'm, shu bilan puldor bo'lib ketaman degan xayol bo'ladi-da. Lekin salgina ko'tarilganda ham misol uchun sotib olish bo'ladi yoki bo'lmasa pastga kelganda sotib yuborish, ya'ni olmaslik bo'ladi. Nima uchun? Chunki buni asosiy kelayotgan daromad joyi yo'qda, ya'ni pul manbai yo'q. Tushunyapsizmi? Bu yo qarz olingan, yo ozgina bir nimadirdan to'planib qo'yilgan pul bo'ladi. Lekin sizda doimiy asosiy keladigan joyingiz, ishingiz bo'lsa, ya'ni bu ham xuddi menikidek freelance bo'lsa, menda qarang qanaqa qo'rqish bo'lmagan, ya'ni pulni tikishda, sotib olishda, narsada. Ya'ni men oddiygina freelancedan, ya'ni videodan montaj qilib, 4 ta narsani tik montaj qilib, narsa qilib, videoni berib, men oddiy narsa mana har kuni qiladigan ishimdan pul topib, ya'ni 500 dollar, 300 dollar, 200 dollar oddiy bir montajlarda men shulardan pul topib, shu pul men uchun yo'q pulday bo'lgan. Tushunyapsizmi? Men 1,5 ming, 2 ming, 3 ming, 4 ming dollargacha pul ishlasam freelancerlikda, shuni bir 500 dollarini kriptovalyutaga tikib yuborish nima bo'lgan? Qanday qo'rqinchli narsa bo'lmagan. Xoh u yo'qolib ketsin, xoh u ko'tarilib ketsin. Menda ham shunaqa holat ko'p bo'lgan, atrofimdagi odamlarda ko'rganman va o'zimda ham bo'lgan. Masalan, men bu sohaga men qiziqaman. Bir 4 yil, 5 yil bo'ldi. Men hisoblab ko'rsam, shu vaqtgacha bir 50 ming dollar yo'qotganman. Ochiq, masalan, zo'r davrlar bo'ldi, zo'r pullar topildi, faqat o'sha bo'layotganingiz, masalan, men yechmaganman. Lekin, masalan, meni bir 15 ming pulim, mana 49 ming, 50 ming bo'lgan vaqtlar, men uni nimaga yechmaganman? Meni mantig'im bo'yicha, men bu pulni yechsam, baribir ham hayotimda katta o'zgarish bo'lmaydi. Va shunga qarab yo'qotsam o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, men hozir 15 ming bilan kiradigan bo'lsam, u pulni yo'qotsam, meni yashash standart, yashash tarzimga ta'sir qilmaydi. Lekin atrofda shunaqa bolalarni ko'rganman, kasb yo'q. Lekin pul topishim kerak deb bor puli bilan kiradi. Bor puli bilan kiradi. Bor puli qanaqa? U 15 ming emas, bor puli 3 ming, 4 ming, 5 ming, nari borsa bir 7 ming, 8 ming bo'ladi. Shu bilan hayot to'kilib ketadi. Nimaga masalan menda u narsa bilinmaydi? Chunki yo'qotsang nima qilasan desa, yo'qotsam bu yoqda ishim bor. Men hamma pulim bilan kirmayman. Pulim bir qismi bilan kiraman. U pul yo'qotgan taqdirimda ham bu yoqda kelayotgan ishim bor, baribir bu narsani qoplab ketadi. Va meni eng qiziqtiradigan narsa, mana bolalar, masalan 18, 20 yoshli bolalar
kurs hozir qancha masalan treyderlik bo'yicha kurslar bor, 800 ming dollar bo'ladi-ku, ularni bor puli shu. Bu bo'lib to'lashga olishadi. Ya'ni ular sohani o'rgangani bilan u moliya bozorida pul topish uchun pul kerak. Ko'proq pul topish uchun ko'proq pul kerak. Ular 1000 dollar pul bilan o'qishga kiradida, sohani o'rgandim deb o'ylagan taqdirda ham ularda pul yo'q. Shuning uchun demak biz bitta miya tayyor emas. Ya'ni pul yo'qotishga miya hali tayyor emas. Yo'q, yo'qotadigan pul o'zi yo'q. Men ko'pchilik ko'rgan, masalan, bitirgan, menga investor kerak deydi, boshqa deydi, lekin ularni savdo qilishlari uchun ularda umuman pul yo'q. Shunaqa. Shuning uchun ko'p kishi ya'ni bunda ham, bu taraf ham, ya'ni men o'ylayman, hech qanaqa nima deydi, baxtga erishayotgani yo'q deymiz-ku, omadga erishayotgani yo'q. Kimdirlar misol uchun omadlimi deb aytish mumkin bo'ladi. Yo'q, unaqa omadli emas. Ya'ni hamma bir xil, prosta tak bitta narsani bilish kerak bo'ladi. Pul kelib turadigan joyingiz bo'lsa, siz ko'p ishlarni qila olasiz. Ya'ni agar pul kelmaydigan joyingiz bo'lmasa, siz hayotga risk qilishdan qo'rqib qolasiz-da. Chunki siz limitedda уже pulingizni. Ana shu narsani menga yo'qotib bergan, ya'ni hayotda qo'rqmasdan limited bo'lmas. Endi bu ishim mana hozir davlat ishida ishlaydigan odamlarda boshqa ishga o'tganlar yoki boshqa narsa qilgin desangiz nima deydi? Bilasizmi? Qo'rqadi. Ishdan chiqma, nima uchun chiqa olmaydi, bilasizmi? Risk qilishga qo'rqadi. Ha, nima uchun? Qarz bor. Da. Kredit bor. Hozir bu ishdan chiqib boshqa ish topguncha bu kreditlarni balkim to'lanmay qolishi mumkin, qarzlar ko'payib ketishi mumkin, oila, bola chaqa deyish mumkin bo'ladi-da. Freelancerlikda menda ana shunaqa narsa bo'lmagan. Ana shunaqa mineni yashash bo'lmagan. Tushunyapsiz? Chunki qo'lingizda sizning hunaringiz bor. Tasavvur qiling, bugun men 5 ta video qilsam, misol uchun 500 dollar topa olaman. 10 ta video qilsam 1000 dollar topa olaman. Shunaqa. 15 ta video qilsam 150 topa olaman. 100 dollar O'zbekistondan. Mana shunaqa yetadi. Bu degani bitta video qilsam, palibon o'zi video qilishim bittasi uchun hozir misol uchun 1000 dollarga qilaman. Lekin 100 dollar palibon bitta ishni olaman. Ya'ni menga kuniga 10 20 kishi yozyaptimi? Palibon men bitta klient pul kerak bo'lsa olaman. Ya'ni 200 dollar, 300 dollarlik ish. 1 soat vaqtim ketadi yo'q 2 soat. Любой ishni hozir siz o'tirsangiz, qiyin montaj bo'lsa ham 3 soat, 4 soat vaqt ketadi. Undan ko'p ketmaydi. Freelancerlik menga shu sohani. Misol uchun necha kunga qilding? 10 kunga qildim, 5 kunga qildim deydi-ku. U qilmagan, u 10 kun davomida qilmagan. 1 kun ishlagan, 5 kundan keyin yana ishlagan bo'ladi. Uni hamma bilib turibdi. Men montajchiman. Montajlarni bilaman. Hiylasi-yu, gapi, so'zi-yu, qanaqa. Uzoq deadline qo'ysangiz, kattaroq pul so'ray olasiz. Chunki men ishlarni o'zim mana 5 kunlik olardim ishlarni, 5 kunda beraman deb klientga olaman. 5 kun davomida tegmayman u ishda. Tegmayman, hattoki ochib qaramayman. Klient yozadi, nima bo'ldi deydi 3 kundan keyin. I'm working on that deb qo'yaman. Bo'ldi, ishlayapman ustida. Yaxshi chiqyaptimi? Yarmini ko'rsam bo'ladimi deydi. Men aytaman, yo'q, oxirida ko'rsam hammasini. Bu freelancerlik meni tabiatimga rosa yoqadigan narsa. Shunaqa. Ochig'i, chunki birinchi masalan men hozir boya siz aytdingiz-ku, zavoddan bo'sha olmaydi. Men bo'sha olgan odamman. Men 3 ta Maxga qiziqardim. 3 ta Max degan dastur bilardim, lekin undan pul topish mumkinligi haqida men o'ylab ko'rmaganman. Shuncha yoqqani uchun men ishdan bo'shab uni o'rganganman. Keyin o'sha Mansur aka ustozim o'sha bitta saytdan 80 dollar topganligini aytgandan keyin meni miyam yongan. U ya'ni tasavvur qiling, bundan 10 yil oldin siz kabi shunchaki siz bir ishni kompyuterda qilasizda, siz uni onlayn bozorda sotasiz, ya'ni tushunasiz? Ya'ni sizda har doim pul bo'ladi. Kayfingiz uchun pul. Har doim pul bo'ladi. Ertaga pul keling, pulingiz bo'ladi. Oylik kutmaysiz, boshqa narsa qilmaysiz. Bu meni tabiatim uchun, siz tabiatingiz shunaqa bo'lsa kerak. Bu juda ham odamga qanaqadir zo'r narsa, lekin bitta minusini ko'rganman. Bu narsani. Bu minusi qanaqa? G'amiz ham bo'lmaydi-da. Sizni zona komfortga tiqib qo'yadi. Bilasizmi, masalan, har doim masalan men ham chiqqanman. Masalan, men 15 ming, 20 mingga chiqmaganman, 15 ming atrofiga chiqqanman-da, lekin u vaqtda siz faraz qiling, 15 ming siz bir oyga bo'lib tashlang, 300 dollardan tushadimi? 300 dollar qishloqdagi bola uchun 300 dollar kelib turishi sizda hech qanaqa g'amiz bo'lmaydi va siz yangi anoga intilish uchun sizda sabab ham bo'lmaydi. Men bitta o'sha anonsini ko'rganman. Zona komfortiga tiqib qo'yishini ko'rganman. Lekin bu darajaga chiqishi o'zi bir ne'mat. Ko'p gaplar, misol uchun men endi qarangda bu narsani aytyapman. Buni aytaymi, 9 qarang. 9
16, 17, 18, 20 yoshim. 20 yoshimdan ishlay boshlaganman-da, tushunyapsizmi? 20 yoshimda ishlay boshlaganman. Universitet o'qib yurgan paytlarim ham puldan problema bo'lmagan. Universitetdan oldin ham puldan problema bo'lmagan. Ya'ni misol uchun kambag'al oiladan chiqmaganman demoqchiman. Dadam qanaqadir bir prokuror yoki bo'lmasa bir nimadir emas, oddiy haydovchi bo'lgan, lekin normal pul topilgan. Ana shunaqa. Biz dadam Afg'oniston mana shunaqa nimalarga qatnaganlar, birinchi navbatda Afg'onistondan keyin Toshkent, Termiz qatnaganlar, ana shunaqa dadam. Normal yashaganmiz. Shuncha aytmoqchi bo'lganim, pulda muammo bo'lmagan. Yana 20 yosh bo'lgandan keyin ham siz aytayotganingizda menda yana pulda muammo bo'lmayapti. Ya'ni men psixik misol uchun katta pul bilan, kichkina pul bilan, pul har doim insonda doimiy bo'ladigan narsa-ku deb shu paytimgacha haligacha yashab kelaman. Shuning uchun ko'p kishi bilan bir xillar gapirsan, sen pul topasan, sen oddiyday gapirasan. Ya'ni osondek gapirasan. Mana bu yoqda odamlar qanday qilib qiynalayotganini bilmayapsan. Qanday qilib pul uchun nimalar qilayotganini bilmayapsan. Misol uchun men uyimda biron kishi kelsa, oddiy bir ishni qilsam, oddiy bir narsani to'g'rilab ketsam, qo'liga prosta tag bo'ling. 200 ming, 100 ming pul beraman. Xizmatidan ko'proq, xizmatiga yarasha ko'proq. Mana bittasi kelyapti, internet ko'rib, "Yo, aka, mana bu ishlab turgan ekan. Mana buni yoqmabsiz", deyapti. Yo'q, ha, men 100 ming. Tushunyapsizmi? 100 ming nima qilasan? Bir 20 ming ber. Taksi puli ham 5 ming so'm Termizga deydi-da, shunaqa. 5 ming so'm. 20 ming normal, 100 ming beryapsan misol uchun. Nima uchun? Ya'ni qarang-da, bir xillar shu narsani pul deb biladi. 100 ming, 200 ming, 300 ming. Hozir biz aytsak, bizda qanaqadir, "Yo, bu pul-ku, endi sen pul topganing uchun." Yo'q, unaqa emas. Ya'ni bunaqa bo'lishimda qanaydir birov qilib bermadiki meni shunaqa hayotga yashashimni narsa. O'zim harakat qilganimiz uchun bo'ldi. Ya'ni hamma narsa hozir aytsa bir xudo hamma narsa xudodan bo'ladi. Bu narsaga hech qanaqa nima yo'q. Peshonada yozilgani hamma narsa xudodan. Ya'ni kimdirlar hozir ko'radi, mullachilikni boshlaydi, misol uchun. Gap bunda emas. Lekin aytmoqchi bo'lganim, baribir shunaqa komfort zonani qilishimizga kim harakat qildi shuni? Sababini o'zingiz qilasiz faqat. O'zimiz qildik. O'z mas'uliyatingiz. Tushunasizmi? Agar shu paytda bizdan universitetda misol uchun dada pul ber, dadamdan uyalmay turib, qarang hayotimni misol uchun boshqacha o'zgar xudo endi hayotimni shunaqa to'g'rilab qo'yibdi, rahmat. Aytmoqchi bo'lganim, qarang, misol uchun men dadamdan pul so'rab, yana shu pulni olib, kontraktimga to'lab, kontraktimni to'lab bo'lgandan keyin yana men xuddi Malayziya qanaqa qilib kayf qilib yurgan bo'lsam, shu kayfimni qilib yurib, O'zbekistonga qaytib kelib, yana O'zbekiston imino Termizga imino kelib, yana shu bidallaga, shu oshnalarim, tanishlarim, yana shunaqa yurib oddiy hayotdagi bo'lishim mumkin edi misol uchun. Yoki bo'lmasa dadamlar aytgan, yo onam aytgan, yoki akam aytgan, kimdir aytgan, Termizdagi biron joyga ishga kirishim, Luboy Termizda Luboy joyga ishga kirishim mumkin edi misol uchun. Bank deymizmi, ishga kirishim mumkin edi. Lekin men unaqa narsani yaratganim yo'q. Ya'ni men unaqa narsani tanlovni qilganim yo'q-ku. Ya'ni hozirgi odamlar ham xuddi shu tanlov qilish qo'lida. Uni hech kim bog'lab turgani yo'q, yoki pul, yoki qanaqadir bir mansab, hech narsa ularning qo'lini bog'lab turayotgani yo'q. Prosta men aytaman, qanaqasiga, ya'ni sen shunaqa hayotni tanlab, shunga ishlashing mumkin. Birovning qo'liga, birovning hayoti, birovning narsasiga, birovning pulni topishiga sen sherik bo'lib, undan ozginasini menga ham ber deb og'zingni xuddi bir qush kabi bo'ladiki, bolalarga laylak tashab ketadi, og'zini aqib turadi bolalar. Ana shunaqa hayotni tanlash normalda ular uchun. Nimaga o'zi harakat qilmaydi? Nimaga o'zi zo'r bo'lishga, o'zim qilay bir narsani, naborot menga birov ishlasin degan fikr yo'q. Tayyorga ayyor, bo'ldi, men shunga hozir ishlayman, shu qanchadir pulimni bersin, bo'ldi. Chunki u nazorat qilish qiyinroqda uni nazarida. Ya'ni u lazy, ya'ni lazy ass deydi-ku, ko'tara olmaydigan. Tushunyapsizmi? Oddiy hayotda nima qilib boshlagan, ya'ni o'zi tanlab boshlagan. Davlat ishiga ishlab, misol uchun boshqa joylarga ishlab, ya'ni immuno birovdi kompaniyalarga ishlab yoki bo'lmasa qanaqadir bir joylarda ishlayotgan odamlar ham xuddi shunaqa, ya'ni bular o'zi shu narsani kontrol qilmagani uchun shularning qo'lida ishlayapti. Endi kimdir uchun, masalan, kimdir tabiatiga frilanserga to'g'ri keladi. Kimdir tabiatiga kimgadir xodim bo'lish to'g'ri keladi. Masalan, xodim bo'lib turib, bu qarang, buni ko'p aytganman-da bitta misolda. Ya'ni bitta fikr bildirsak, bu fikrlar bilan ya'ni biz birdaniga hammani o'zgartirib qoldira olmaymiz. Ya'ni men shuni aytdim,
Birdaniga hech kim o'zgara olmaydi. Baribir shunaqa hayot kechira olmaydi. Shunaqa kecha olmaydi. Mana boya frilanser bo'yicha aytdingiz-ku, shunga Da. mana zo'r misol bor. Bilsangiz, men 2021-yil karantin vaqtida Ha. Telegram kanal ochganman. Kanal nomi IT Business School. Da. Men nima qilardim? Masalan, o'zim 3D modelingdan pul topgan bo'lsam ham, Fiverr haqida, Upwork haqida, Envato bozorlari bo'lardi, bilasizmi? Envatoda shablonlar sotiladi, Da. muzikalar, videolar. Men nima qilganman? Faqatgina ma'lumotlar berib borganman. Illustrator mana bunaqa programma, Photoshop mana bunaqa programma, Canva degan dastur bor ekan. Envato bozorida musiqa sotsang bo'ladi, video sotsang bo'ladi. Masalan, men nima qilardim? Odamlarga motivatsiya berish uchun bitta video masalan $500,000 topgan. Envato bozorida. To'g'ri, hozir masalan kimdir qilsa unaqa topmaydi, bilamiz. Chunki $500,000 bu unikal, u juda ham narsa, lekin men o'shani post qilib chiqarganimdan keyin 75 mingta odam bo'lgan Telegramga. Tasavvur qiling, 75 mingta odam aktiv edi. Bir 90% odam o'qirdi. Tasavvur qiling, men o'shanaqa bergan ma'lumotlarimni 70 ming, 50 ming odamlar ma'lumot olardi-da. Oradan 2 yil o'tdi. 2 yil o'tgandan keyin men endi u vaqtda faqatgina ma'lumot berganman-ku, Envato bozoriga umrimda kirmaganman. Men shunchaki Envato bozorining ichiga kirib, top anavlarni ko'rib, necha sotilgan ekan, kalkulyator bilan hisoblab yozganman. Keyin 2 yildan keyin men o'zim Envato bozorida 3D model sotishga qiziqib ko'rganman-da. Keyin ayni o'sha kanalimga kim Envato bozorida pul topadi, kim $500 dan ko'p pul topsa plus qoldirsin, O'zini belgilasin deganda 50 tadan ko'p odam plus qoldirgan. Endi men nima qilganman? Birinchi turgan bolani tanlaganman. Sardor ismi adashmasam, u Farg'onadan keldi. Farg'onadan oldim keldi, u menga o'rgatdi. O'rgatib ro'yxatdan o'tib, qanaqa hammasini tushuntirib, keyin men unga aytdimki, "Nech pul topasiz?" dedim. "Shu $800-900 topaman" dedi. "Zo'r-ku" dedim. "Buni qayerdan o'rgangansiz?" desam, o'zi 2 yil oldin yozgansiz-ku" deydi. Ya'ni 2 yil oldin men shunchaki Envato bozorida Premiere Pro, After Effects dasturlaridan shablonli videolar yasab, uni tayyor sotish mumkinligi haqida ma'lumot etganimni o'ziga u bola dasturni topib, o'rganib, u $800 ga chiqqan. Ya'ni boya gapingizga to'g'ri keladi. Ya'ni masalan, bolalar bo'ladiki, ularni majburlash ham shart emas. Ularga shunchaki mana bu joyda tilla bor deb qo'ysangiz bo'ldi. O'zi topib, kovlab, qazib oladigan shunaqa xarakterdagi bolalar bor. Bir xillarga chaynab, yutqib, chaynagisi ham kelmaydi. Burni bilan og'zini ishqanat bilan talab qilishingiz kerak bo'ladi. Chaynab, tomonimdan bunday qo'yib yutqib. Prosta tagi berishingizni o'zi mana bu this is gold. Desangiz bo'ldi. Mana shuni o'zi olib, keyin bu goldni olib, eritib, bundan keyin zargarlik o'zi qilish kerak. Yo'q, uni qilmaydi. U qiyin-da. Shuning uchun men aytyapman, bir xillar bor. Ya'ni o'zi hozir qanaqa situatsiya, nima sharoitda yashayapti? Bitta narsani bilish kerak. Ya'ni ana shu hayotda bu o'zi tanlagan. Ana u. Bu o'zi tanlagan. Tanlov o'zida. Ha, kambag'allik Bu tanlov. tanlov emasda bu, tushunasizmi? Tanlov bo'lganida edi, hech kim kambag'al bo'lishni tanlamasdi. Yo'q, kambag'allik bu tanlov. Meni fikrim shu. Men sizga bitta misol keltirib beraman sizga. Qarang, kambag'allik, men bu narsani aytganman. Yo'q, siz bu tomonga qilmaydi. Diniy taraflamaysangiz. Yo'q, masalan, siz diniy tomondan qilmaydi. Masalan, diniy tomondan keladigan bo'lsak, mana oddiy misol qo'yilgan. Faraz qiling, masalan, bitta bola o'tiribdi-da, Xudo menga yozgan rizqi baribir bo'ladi, yotibdi. Bo'lmaydi. U g'aybni bilmaganligi uchun Alloh o'zini azaliy ilmi bilan unga rizq bermayotganligi uchun balki u dangasadir. Da. Shunaqa. Agar balki uni rizqi bo'lganda, balki u harakatga kirar. Xuddi masalan, bir bola shunchaki meni peshonamda farzand yo'q ekan. Bo'lsa, ba'zi bo'ladi, uylanmasa, sababini qilmasa, farzand bo'lmagan deb ham xuddi shu narsa-da. Men nimaga masalan bu kambag'allik, bu tanlov degan fikr kelganman? Meni hayotimda shunaqa ko'p voqealar bo'lgan. Bir bola bundan 9 yil oldingi bo'lgan voqea. Masalan, tengdoshingiz hech qanaqa ish qilmaydi, lekin siz unga yordam bergisiz keladi. Qo'lingizda nima keladi? Svarka qilish keladi. Men senga svarka apparat olib beraman. Men seni reklama qilib beraman-da. Menga yoqmaydi svarka qilish. Bo'pti, palonchi anov ekan. Zo'r topar ekan, bir $800, $1000 topar ekan, sartaroshlik bilan. Men senga qancha $200 arenda, $200 arendaga beraman. Necha pul? $300 apparatlaring, $300 beraman. $500 men uchun xarajat qilaman, turib ishlaymanmi? Nima deysiz? Ya'ni bu uni o'zini qotgan tanlovi.
agar u harakat qilsa yo'q, bunaqa joyi ham bunaqa ma'noda emas. Ya'ni kambag'allikda agar tanlov bo'lganida edi. hech kim unaqa hech kim tanlamaydi. Boylik, mana kambag'allik. Lekin qaysi birini tanlaysan desa, kambag'allik tanlayman. lekin uni amali tanlayapti. Uni amali tanlayapti. Amali, u o'zi bilmagan holda. U o'zi siz aytayotgan narsa, u o'zi bilmagan holda tanlayapti. O'zini xohishi bilan emas. U bilmayapti, shu bu harakat uni natijaga erishtirishini. Yana bitta narsa bor-da, ya'ni harakat deganda, misol uchun ko'p kishi aytadi, yo'q, Xudoni nimasi, Xudoni o'zi harakat qildirib qo'yadi. Ya'ni biz o'ylaymiz, harakat deganda, mana hozir aytdik-ku, mana shu odamda qarangda gold. Mana bunday narsa. Siz bo'ynaga qarang, ma'lumotimda deyapsiz, 90% inson o'qirdi deyapsiz, lekin ichida deyapsiz, 5-6 ta 10 ta odam shuncha pul topayotgani va sizni postingizdan topganini. Lekin undan 90% dan 70% odami u pul topa olmayapti haligacha. Bo'ynagi nimadan? Envatodan. Lekin bu bola topyapti dedingiz. Qarangda. Ana shu payti 100 ta odamdan 80 tasi harakat qilgan, 20 tasi natija qilgan. Shunaqa. To'g'rimi? 20 tasini natija qilgan. Ha. Ana shu Xudo, ana shuni nima deydi? Ana shu odamga minimal harakat qilsang ham beraman deyishi ana shundan bo'ladi. Biz harakat qilishni, mana bir xillar harakat qiladi, stressli harakat qiladi, bilasizmi? O'zini o'qqa uradi, o'zini cho'qqa uradi. Siqilish, stress, men aytaman. Siqilma yoki stress qilma. Lekin Xudo rizqingni yozib qo'ygan, sen minimal harakatini qilgin, bo'ldi. Minimal harakatini nimadir qilmoqchimisan, ya'ni kriptovalyutani o'rganmoqchimisan, 24 soat o'qishing shart emas. Agar rizqing bo'ladigan bo'lsa, sen kuniga 1 soat vaqt ajratgin, yetadi. Ya'ni har bitta ishda huzur bo'lish kerak odamda. Xoh bu ishi bo'lsin, xoh bu namozi bo'lsin, xoh buni agar u ruju bo'lmasa, xohishi bo'lmasa, bu nima deydi? Majburlab bir narsani qilish, bu bilmayman, bu qanaqa yashashda. Tushunyapsizmi? Mana men kriptovalyutani men kayf qilib qilaman. Yo'q, stressga tushmaysizmi? Absolutno, umuman yo'qotganimda ham, yutganimda ham hech narsa. Umuman hech qachon umrimga tushmaganman. Shu paytgacha. Hech qachon umrimda mana tepamda Xudo turibdi, qasam ichib aytamanki, men hali stressga tushmaganman kriptovalyutada. Absolutno. Pul yo'qotganim 70 ming, 140 ming, 70 mingdan USD, 70 ming lunani o'zidan, 140 ming dollar minus bo'lganimda ham hech narsa jiz etmagan yuragimga. Jiz etmagan. Nima uchun? Chunki men minimal summa bilan kelganman. Ya'ni qachonki siz kichkina summa bilan katta summa qilganingizdan keyin bu bir qanchadir qismi yo'qoldi buni ichidan. Shunaqa taqsimlab kelayapman-da hayotimda. Ya'ni vobsheta meni bu pul qilishimni ham o'zing kayf qilib qilgan puldan qilgansan. Ya'ni mehnatimni pul emas deb bilaman. Tushunyapsizmi? Mana men agar pul to'lamasa ham montaj qilardim. Yaxshi ko'rgan edi. Shunaqa. Montaj shu narsa ham qilaman. Mana holigacha o'zimni mana Instagramimga biror narsalarga montaj qilaman. Pul hech kim bermaydi. Lekin bir xil klientlar shunaqa, klientlar ishlashadi, ko'raman. Chotki bir promo qilish kerak, o'zim qilaman haligacha. Haligacha. Ha? O'z qiziqqan edi. Qiziqaman. Montaj qilish maza u. Endi ko'pincha o'zimnikini qilaman, lekin o'sha mana bolalarni qarayman, bu qila olmadi, o'sha klient, mana buni sal mana qilibsan, o'sha sal gaplardan bilaman, o'sha netto yozganini. Ber, o'zim qilaman, bo'ldi. Qilaylar boshqa narsani deyman, o'zim yaxshi qilib tashlayman. Montajlar, misol uchun. Men sizni o'sha Google'ga Gesmoxon deb yozsa, sразу Fiverr'da chiqib yozsiz. Да. Reklamasi. Reklama o'zi. Gesmoxon deb sizni profilingiz beryapti. Ko'rdim 4375 deydi. Oxirgi marta qaraganimda 4375 ta 5 yulduz u. Review 5000 ta tur berganlar ham bor, boshqa berganlar ham bor. Va 5000 ta o'sha 4000 qanchadir bu rostdan ham hayratlanarli. Bu zo'r. Keyin videolaringizni ko'rdim. O'zingiz tanishtirgansiz, portfolio bergansiz. Va montajlaringiz unaqa murakkab emas. Shunaqa. Odam montajni o'rtacha darajada o'rganib ham shunaqangi pul topish mumkinligi bu qoyil qolgan darajada. Shunaqa. Masalan, menda ham shunaqa bo'lgan. Masalan, men kuchli modelchi bo'lmaganman. Meni ustun jihatim nimada bo'lgan? Men soniga ishlaganman. Ko'p. Masalan,
$50 topdimmi hisoblaganman. 3 ta modelning biri $50 topdimmi, demak 30 ta qilsam $500 topishim mumkin ekan degan ehtimollik nazariyasi bo'yicha ko'proq model ishlaysiz-ku, hozir mana pul ishlaysiz-ku, tenda modeldan sizda odamlar o'ylaydiki Mel Gibson mana nima edi ismi ana bu? Transformer kinosini chiqarganlar bor edi-ku. xullas juda ham katta pul topadi bo'lishadi. Yo'q, pul topadi emas. Kuchli pullar. Da, tushundim demoqchisiz. Montajyorlar nimalar qiladi? Kinochilarda qiladi, Transformer. Yo'q, unaqa emas. U qarang, umuman boshqa sferada, lekin 3D dan pul topadi desa, sizda shunaqa tasavvur qiling. Masalan, o'sha meniki ham xuddi shunaqa, ya'ni montajdan pul topadi, katta pul top rated desa, meni bilasizmi qanaqa montajchi deb biladi. O'ta professional, jahon talabiga javob beruvchi. Masalan, o'sha bizani o'sha platformamizda Artyom Gugulov degan bola bo'lardi. U bitta modelni 6-7 soatlab yasardi-da. U o'sha platformani ko'targan yigit hisoblanadi. Unaqa professional odam, unaqa perfeksionist odamni ko'rmaganman. Lekin hali 100 mingta sotmagan. Chunki men toshlardan bilaman-da, 60 mingta sotgan. Lekin men 180 mingtaga yetib keldik. Ya'ni ustun jihat mendagi faqat kolичество. Soniga ko'proq ishlash kerak, ko'proq qilish kerak degan narsa bilan men o'tib ketganman va men o'zim o'sha platformada birinchi o'rinda turaman. Mendan ikkinchi turadigan odam mendan 3 barobar pastda turadi. Sotib yaxshi biladi kerak bo'lsa deb. Ular ancha yaxshi biladi. Ular professional. Men masalan ularni aniq qilmoqchi emasman. Men o'zim maqtamoqchi emasman. Aytmoqchimanki, siz bir sohada professional bo'lmasangiz ham, lekin tirishqoq bo'lib turib, vaqtida onlayn bo'lsangiz, yaxshi servis ko'rsatsangiz, yaxshi javob bersangiz, qo'lingizdan kelgancha harakat qilsangiz, sizga mos keladigan bozor bor demoqchiman. Bor. Ya'ni o'rta bozor, o'rtadan past bozor bor demoqchiman. Masalan, 8 milliard insonning ichiga har doim auditoriyasi topib ketasiz-da. Chunki masalan zakazlar bo'lishi mumkin sizni sohangizda. Masalan, biz sohamizda bor, shunchaki teksturani qo'yib ber deydi. Eng minimum u. Va sizda ham bo'lishi mumkin, videolarni kesib, tekst yozib ber. Va men hozir o'zim aytdim-ku, mendagi narsa ishlar bir xillar yozadi, meni deydi, montajchim deydi, hozir deydi, safardami deydi, yoki bo'lmasa montajchim hozir available bo'lmayapti deydi, lekin menga deydi, srochno hozir bitta ish kerak deydi, shu ishni qilib bergin deydi. Keyin men tashlayman. Montajchilarning qilgan ishni shtobi men kanaliga tushib olib, senga shuni yana shunaqa video qilishni davom etaman. Videolarni ko'rasiz-ku, dabdalada. Musor. Siz aytyapsiz-ku, hozir mana sizning ishingizni ko'rdim. Unchalik murakkab emas ekan. Yana xursand bo'ldimki, shtobi minimal darajada ham ish qilib ketsa bo'ladi. U hali siz menikini ko'rib, meni bilganingiz uchun qani Hasannikini ko'raychi debsiz. Lekin siz undan nimaroqni ko'ring-da. Ya'ni ishlarni ko'ring-da. Musor ishlar bor. Ana shular $10 men prosta qarang, $10, $5 misol uchun. Palibom klient topiladi $5, $10 ga. Prosta vaqt kuni o'tib ketyapti, hayot o'tib ketyapti. Kuniga bir oyga deylik 10 ta video qilsin. $50. Shunaqa. $500 pul degan. $500 почти 7 million so'm pul degan. Bu degani O'zbekistondagi любой ishdan ham misol uchun yaxshiroq. Boyagi men aytganimda, buni kriptovalyutaga ertaga buni любой kriptovalyuta emas, вообще-то shunaqa bozorlarga kirmoqchi bo'ladimi? Ya'ni riskli. Bu kriptovalyuta hammasi bular forex, bular riskli bozor deyiladi. Katta risk, o'ta katta risk. 99% riskli bozor bular. 99% inson kuyadi bu bozorda. 1% aqlli insonlar pul qilishi mumkin. Bu qanaqadir reklama bular nima qilmas ekan. Ana shu 1%larda men bilaman, mana shu 1% odamlarning ko'pi ishlab pul topib, pulni kriptovalyutalarga urib ana shunaqa qilgan odamlar bo'ladi. McDonald'sda ishlab deymizmi yoki boshqa bir hayotda ishlab deymizmi? Hech qaysi kredit olib yoki bo'lmasa birovdan investorlik qilib, qarz olib pul qilmagan birortasi. Chunki uni gruzi boshqacha bo'ladi uni. Ya'ni siz qarz olib yoki investorlik olib mamlak qilingan, u bilasizmi, nimasi qanaqa bo'ladi? Gruzi. Siz oldingiz boshingiz tepasiga bittasi turib. Ya'ni stress. Da. U ko'm qo'yadi-da uni. U psixologiyaga ketadi. Pul qilmasa ham qachon pul qilasan degan gap, ertaga qilolmading-ku degan gap yoki kuydiding-ku degan gap har taraflama uni yeydi. Hozir bitta o'xshash tomonni ko'rdim-da, masalan, siz hozir o'sha kontrakt to'lashingiz uchun o'sha uydagilar sizga bergan pul ishlatib bo'lgansiz. Da. Sizda boshqa yo'l bo'lmagan. Shunaqa. Siz tezroq onlayn bo'lsa ham pul topishingiz kerak. Menda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni men uchun boshqa yo'l bo'lmagan. Edit maktabida video montajni o'rganishingiz uchun sabablar ko'p. Men sizlarga ularni 3 tasini sanab beraman. Editda ham onlayn ham offlayn o'qish imkoniyati bor. Agar Toshkentda yashasangiz offlayn darslarga keling yoki onlayn formatda dunyoning istalgan nuqtasidan turib o'rganishingiz mumkin. Montaj uchun eng yaxshi dastur qaysi?
Bo'lishi mumkin Premiere Pro, After Effects yoki DaVinci Resolve. Har birini o'zining o'rni bor. Shuning uchun bizda uchalasi ham o'rgatiladi. Faqat texnik bilim emas, balki montajning asosi, did va uslubni shakllantirishda yordam beramiz. Va bilimlaringizni monetizatsiya qilishni o'rgatamiz. Mahalliy va jahon bozorida daromad qilish bo'yicha aniq ko'rsatmalarni olasiz. Shaxsan o'zim mahalliy bozordan mijoz topish, kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha tajribalarimni bo'lishaman. Marketplace'larda ishlanadi. Misol uchun xoh u Fiverr bo'lsin, xoh u Upwork bo'lsin, qaysi bo'lishidan qat'iy nazar freelancerlikda kimdir boshlamoqchimi, men bularga maslahat beraman. Ya'ni birinchi navbatda ana shu nima bo'yicha qilmoqchisiz? Video bo'yichami, rasm bo'yichami, tarjimonlikmi, ovoz yozishmi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Freelancerlik deganda ko'p kishi faqat video editing deb tushunadi-da. Yo'q, qarang. Ya'ni eng yaxshi pul baribir mediada. Shuning uchun freelancerlikda video editing zo'r. Nima uchun? Chunki media hamma narsa talab katta. Hamma yo'nalishda. Hamma yo'nalishda talab katta. Ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, bloger bo'ladimi? Birinchi navbatda video editing ish tushadi. Instagram rivojlanmasa, mana bular bo'lmasa, nima deydi, uje hozir qiyin. 100% qo'shiladi. To'g'ri, misol bir 5 yil, 3 yil oldinlar kerak master video, hozir danlab beraman, video bo'lib qoldi hamma narsa. Shuning uchun video editingda freelancerlikda video editing sohasida ish ko'proq. Misol uchun logo ham derdim, lekin logo hozirchalik AIlar bilasiz, o'sha logolarda chotka qilib narsa qilib beryapti. To'g'ri, misol uchun meni chotka zo'r bo'lmasa ham, lekin Midjourney menimcha minimumdagi bizneslar uchun Midjourneyni o'zi yetadi, AI'da o'zi. Agar kimdir menga unikal dollarli mamlaqa kompaniya ochish niyati yo'qmi, shardagi logolar ham yetib ortadi demoqchiman. Ya'ni AI qilgan logolar ham yetib ortadi. Telegramga qo'yish uchun. Shunaqa. Onlayn biznesda bemalol yetadi. Uning uchun $1000, $500 sarflab freelancerga berish shart emas. Lekin nimalar ham endi video editing hali AI ga ham ancha bor. AI'da hali u bona internetda ko'rsatyapti, sovrada unaqa qilyapti, bunaqa qilyapti, bona Clean AI. Ularda ishlarni ko'rsangiz qanaqa yozibdi? Barmog'i 8 ta, 9 ta bunaqa barmoq, bunaqa bo'lmaydi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, shu sohani, ya'ni video editingni yaxshiroq o'rganish tarafdoriman birinchi, ya'ni freelancerlikni boshlashdan oldin. Uni registratsiya qilib, keyin u nima? Undan oldin video editing bona bepulga ishlang. Ya'ni bepulga ishlash qanaqa bo'ladi? Bormi Fiverrda shunaqa bepulga ishlayman degan? Yo'q. Qanaqa emas. Men aytmoqchi bo'lganim o'zini shaharida, joyida. Ko'nikma hosil bo'lish uchun, professional bo'lish uchun magazinda bo'ladimi, boshqa bir nimada bo'ladimi? Bepul misol uchun videoni qilish nima uchun? Bu portfolio yaratish uchun. Portfolio kerak narsa, chunki ertaga videosini qo'ysa, portfolio qo'yish kerak bo'ladi. Mayli xoh videoni o'zi tushirishga uyaladi, balkim kimdir sal FOMOsi bor bola. FOMO deydi, qanaqa fear bor. Ko'cha tashqari bilan gaplashish, odamlar bilan gaplashishda nimasi yaxshi emas deylik. Oddiy nimalardan olsin, mayli stoklardan. Stok videolar bo'ladi-ku, stok videolar. Xuddi mana siz aytyapsizki, Envatoni 3D'sini sotib bo'lsa, kimdir video sotadi. Yaxshi fotograflarni, videochilar video qiladi-da, shuni stokka qo'yadi, pullik qilib. Pulliklari ham bor. Free picture, ya'ni free stocks degan nimalar bor. Ana shu yerlardan videoni olsin-da, video montaj qilib, ya'ni portfolio yaratsin birinchi. Portfolio yaratgandan keyin bunaqa bir nimalar, marketplace'larga Upwork bo'ladimi, Fiverr bo'ladimi, hammasiga registratsiya qilsin. Hasan aka, siz bundan 11 yil oldin boshlagansiz. Lekin hozir 11 yil oldingi bilan hozirgi davrni ba'zi solishtira olmaysiz. Endi sizga bitta savol, sizga bitta yangi akkaunt ochsak. Agar o'sha yangi akkauntni siz qanaqasiga yurg'izardingiz? Mana yangi bitta freelancer keldi, bilimi bor, kuchli emas, o'rtacha. U akkaunt ochdi. Xuddi shu vaziyatni o'zida qo'yaylik. Siz yangi Hasan deb ochdingiz bitta akkaunt. Mana shu ro'yxat chizib bering. Boya aytganimdek, birinchi navbatda bu ochish, bunagi freelancerliklardan, saytlardan, marketplace'lardan ochish bu qiyin narsa emas. Xo'p, demak, agar bilimi bo'lsa, tajriba emas, bilimi bo'lsa, buyurtma ola oladi. Shunaqa. Agar siz hozir sizga yangi bitta akkaunt ochiradigan bo'lsak, siz uni bemalol daromadga olib kira olasiz. Shunaqa. Optimizatsiyalashtirib, yaxshilab, hammasini chiroyli qila olgan holatda, chunki birinchi navbatda aytibman-ku, u sizning yuzingiz bo'ladi-da. Sizda hech kim Hasan Termizda, Surxondaryoda, O'zbekistonda amerikalik
George Clinton degan odam Ha. Hasan shaqa tug'ilganini bilmaydi. Shuning uchun u sizni yuzingiz. Ya'ni odamlar aytishi mumkin. Masalan, bizda qanaqa Trade.ru saytida bitta bola yangi model yasadimi, zo'r bo'ldimi, uniki sotilib ketaveradi. Bu degani hozir kimdir qarab, Hasan aka 11 yil oldin boshlaganda bunaqa muvaffaqiyat erishish uchun 11 yil oldin boshlash kerak degan narsa yo'q. Bugun boshlab U yoq ham siz kabi chiqish mumkin. Ha, u yoq ham xuddi shunaqa. Unda ajoyib. Da, freelancerlikda ham xuddi mana video editingda ham xuddi shunaqa. Shuning uchun aytyapman. Yuzingiz u. Ana shu yuzingizni chiroyli qilib ko'rsatib bering. U sizni 5 bahoingiz kerak emas hech kimga. Oldin bu yangi ekan, mana bu tajribali ekan, undan ko'ra tajribaga beraman degan narsa. Nima uchun bir xillar tajribali odamlarni qaraydiki, ya'ni yuzing yo'qmi? Keyin undan ko'ra tajribangni ko'rib men tajribalini tanlaydi. Tushundim. Lekin sizni yuzingiz bo'lib tursin, u sizni bilsin, u beradi. Siz ana shu yuzingizni yaratayotgan paytingiz siz aytasiz, "Hey, men bu yerda yangiman." Portfolio ko'rsatasiz. Eksklyuzivman, mana endi keldim. Sizlarga rahmim kelib. Ya'ni Fiverr algoritmida toplarni tepaga chiqarib qo'ymaydi. Unaqa emas. Yo'q. U naborot toplarda ko'p ish olib pastga tushirib, yana bu yerda tepaga chiqarib. Men o'ylardimki, bunaqa o'ylar ekan. Yaxshi ish beraversangiz, klient happy bo'laversa, sizni yana algoritmi tepaga chiqarib ana shunaqa qilaveradi. Hech qachon Fiverr faqat bitta insonga non beradigan bozor emas bu. Mana bu ayniqsa hozir pulliga ochildi o'sha. Ya'ni siz tepaga chiqishingiz uchun, reklamaga bo'lishingiz uchun pul to'lashingiz kerak. Bunaqa mantiq yo'llari ham bor. Shundan keyin naborot nima deydi? Pul to'lashga majbur qilyapti faqat. Ishto pul to'lasangina tepaga olib chiqaman. Bo'lmasam pul baribir to'lamaysam, sen nimaga bepul reklama qilar ekanman deb shunday pastga qilib tashladim. Boy aytdingiz-ku, ishlarni tez topshirganim uchun menga alohida nagrada bergandi. Top rate nagradasini qanchada olsa bo'ladi va qanaqa shartlari bor? Endi hozir bilmayman, lekin men birinchi oldinroq nimaroq u nima edi? Ya'ni Fiverr editor speak edi. Ya'ni editorlarda, mana Fiverrlarda nimalarda o'zi tanlaydi. Hozir unaqa emas. Hozir o'zi avtomatik bo'lib qolgan. $20,000 pul o'tgan bo'lishi kerak. 20 ming topgan bo'lsangiz, shunaqa, $20,000 o'tgan bo'lishi kerak. По-моему, 20 ta yoki 100 ta orderdan ko'p order olgan bo'lishingiz kerak. Bahoyingiz doim 4.9 dan 4.8 dan 5 gacha bo'lishi kerak. Success score degani bor. Success score hech qachon 9 danmi, 8 dan tushmasligi kerak. Ana shu narsalarda response rate yoki bo'lmasam delivery date vaqtiga response mana shularda nima qilgan bo'lsangiz, 99, 98, 95 dan tushirmagan bo'lsangiz, bo'ldi zakon. Ya'ni sizga top rate beradi. Siz qancha olgansiz? O'sha vaqtda qancha vaqt siz tanlashgan? 1 yilda. O'sha top rate olganingizdan keyin buyurtmalar 2 bo'lsa, buyurtmalar o'sish qanaqa bo'lgan? Zo'r bo'lgan. 100% o'sganmi? Yo'q. Mana misol uchun bunaqa ham bo'lgan kerak bo'lsa. Men level 2 bo'lganimda, misol uchun 50 ta ish olgan bo'lsam, top rate bo'lgandan keyin 10 ta ish oladigan paytlarim ham bo'lgan boshida. Demak, bolalar men sohani o'rganib, top rated bo'lganimdan keyin ko'p topar ekanman degan tushuncha yo'q, u ahamiyati yo'q. Qaramaydi, u hech kim qaramaydi. Men sizga bo'yni nima deyapman? Top rated, level 2, level 1 qarang, level 1 bo'lganimda men ko'proq ish olgandim, level 2 da kamroq bo'ladigan bo'ldi, top rated kamroq bo'ladigan bo'ldi. Nazarida ko'p kishi o'yladiki, level 1 deb yozilgan bo'lsa, birinchi o'rindagi odam deb o'yladi-da. Level 1, level 1. Level 2. Doim 2. Bo'laman 11 yil oldin. Birinchi, ikkinchi o'rinda-ku, ana shunga o'xshagan narsa deb o'yladi. Level 1 da naborot ko'proq bo'lgandi mendan. Demak, odamlar o'zi tanlar ekan. Shunaqa, u aytayapman-ku, u любой kishi kiradi. Mana u odam o'zini point of view dan olish kerak-da. Mana men kirsam, rate qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, qarang, masalan, 5 ta rate turgandi. Kimdir aytadi, Fiverrda deydi, soxta rate'lar, review'lar qilib deydi, review'ni ko'paytirib olib 5 ta review'ni o'ziga o'zi buyurtma beribmi? 10 ta review'ni biladi. Mana siz o'zingizni point of view'ingizdan qarang, shunday kiryapsiz, 5 ta view turibdi yoki 10 ta review turibdi-da. Zo'r deyapti, lekin bo'yni aytganimdek yuzingiz yo'q hali ham. Kim order beradi? To'g'ri. Hech kim. Shuning uchun optimallashtirish kerak, ya'ni yaxshilash kerak birinchi navbatda. Aslida narsa mana shu narsa bo'ladi. Ana shuni yaxshi qilib berganingizdan keyin уже sizni ishingiz. Ya'ni o'sha yerni o'zida shaxsiy brend qurish kerak emassizda. Shunaqa. Yuzingizni to'g'rilab olishingiz kerak shu yoqda. Ana shu yoqda hamma yuzingizni cho'tka qilib olganingizdan keyin. Chunki men o'sha akkauntga kirganimda video gapirgansiz-ku ingliz tilida. Menga juda ham yoqdi. Chunki
juda ham pozitiv. Sotilish kerak-da, Aynan, klientda. aynan mana shu videoning tagiga o'sha link tashlab ketamiz. Bolalar ko'rishligi uchun. Juda pozitiv, ishonch bilan, Energetik. dadil ovoz bilan shunaqangi ishonch bilan gapirgansizki, odamlar sizga topshirgisi keladi ishini. Siz yuzingiz, siz gapirish, ha. Bro dedim, I am sold dedim. Men senga sotildim dedim. Ha, mana masalan videoni ko'rib, to'g'risi menda ham shunaqa paydo bo'ldi. Zo'r ishonch bilan gapirgansiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, Hasan aka Fiverr va u yerda daromad qilish haqida juda ham ko'p gapirdilar. Fiverr bu mutaxassis va mijozini bir joyga yig'ib beradigan onlayn freelance bozori. Va u yerda butun dunyo bo'yicha 4 milliondan oshiq mijozlar bor. Bu taxminan O'zbekiston bozoridan 50-60 barobar ko'p degani. Hasan aka video montaj bo'yicha shu bozorning birinchi raqamli mutaxassislaridan hisoblanadi. Hasan aka Fiverrda 13 yil davomida 6,5 mingga yaqin loyiha ustida ishlagan va Edit maktabining video montaj kursida freelance modulining asosiy ustozi. Siz ham Hasan aka kabi freelancer bo'lishni istasangiz, unda bu ko'nikmani bizning maktabimizda olishingiz mumkin. Bu uchun editmaktab.uz saytiga kirib ma'lumotlaringizni qoldiring. Hasan aka mana Fiverrga kirdingiz. Faoliyatni boshladingiz. Keyin shu yillar davomida qanaqa bo'lgan o'sish tezligi, ya'ni birinchi oy, ikkinchi oy, birinchi yil, ikkinchi yil va hozirgacha bo'lgan o'sish dinamikasi qanaqa bo'lgan? Karantin vaqti qanaqa bo'ldi masalan, menga juda ham qiziq. Birinchi yillar men birinchi misol uchun bir oyda ichiga ham deymizmi, balkim shu imno birinchi pul olganim $300 bo'lgan. Birinchi oy $300 oldingiz. Da, shu birinchi ishlaganimda Yani Photoshopda. Photoshopda bo'lgan. $300 olganman. Keyin uje birdaniga $800-700 bo'ldi. Pashti 15-20 kun o'tibmi, bir oy o'tmay uje 1,5 ming ana shunday. Короче, nima deydi? Boya aytganimdek bir $7-8 ming topganman. 5-6 oy mobaynida. Keyin O'zbekistonga kelganimdan keyin ham men har 10 kunda bundoq qaraganda kuniga $100 ishlaydigan bola edim-da. Malayziyadan O'zbekistonga ko'chib. Shunday, 3 yil vaqt o'tyapti. Ha. 3 yil vaqt o'tyapti deyapman. Qancha bir 14 bo'lsa, 14 mart, aprel, may, iyun, 4 oydan keyin uje men $3,000 topishni boshlayapman. Eng cho'qqisi qancha bo'lgan? 30 ming, 35 ming, 40 minggacha. 35 ming, 40 minggacha ishlaganman. chiqqansiz. Shunaqa. Karantin vaqtida qanaqa bo'lgan? Ana shu karantin payti. Lekin karantindan keyin baribir ham video Karantin payti emas, karantindan keyin bo'lsa kerak. Ha, keyin bo'lsa, chunki statistika bo'yicha karantindan keyin karantin davrida 2 barobar o'sdi media qisildi-da. Videoni ko'p qisilmadi. Uje bilaniga chetil как bu narsadan chiqib ketish video orqali bo'ldi. Hammasi media orqali, biz doimiy nimalarni qilib tursak bo'ladi, aloqalarni qilib tursak bo'ladi degandan keyin bizga ishlar ko'payib ketdi-da. Ya'ni men karantindan keyin deb ayta olmayman. Karantin boshlanganda bir 10 kun, 5 kun o'tib, hamma narsa Amerikada, chetda tezku, meni ko'p klientlarim hammasi amerikalik. Shuning uchun ishlar birdaniga yaxshi bo'lib ketgandi. Tirs men boyagi shogirdim, shu Dinur yana kim bor edi? U payt endi ikkalamiz faqat bor edik. Keyin bolalar qo'yishilgan bir ikki shogirdlar keldi, ketdi, ana shunaqa narsalar bo'ldi-yu. No, asosiy shu Dinur ikkalamiz soqqani qarsillatib urardik pandemiya. Hozir o'zi ishlamaysiz. Yo'q. Ya'ni akkauntni berib qo'ygansiz. Da, ko'pincha yozaman o'zim klientga. Ha, o'z yozib yozaman, sochib. Ha, chunki sizda ko'nikma bor, ularni o'ziga sotish bo'yicha ko'nikmangiz bor. Qanaqa klient bilan gaplashish, qanaqa narsa offer qilish, uni gap so'zlaridan bilaman qancha. Ha, ulardan olib turib bolalarga topshiraverasiz. Shunaqa. Yo'q, men ishni olamanmi? Bo'ldi, o'sha ular order degan joyda o'zlari tarqatib, sen buni qil, men buni qil deb o'zlari qilaveradi. Muammosi yo'q. Aytyapman-ku, mana shu. Ya'ni 3000 keyin bo'lgan, keyinchalik mana shu pandemiyaga 30 minglargacha chiqqan. No, odatiy har doim bo'lmadim degan ana shu nima deydi? 7000, 8000, 10000, 12000, 13000 mana shu atrof. Mana hozir misol uchun endi pik davri bo'lmagan taqdirda hozir misol uchun mana shu Amerikada sal bizneslar nima bo'lib qolgandan keyin o'zi O'zbekistonda ham o'zi biladi-ku, savdolar qanaqa bo'lib qolgani, bu butun dunyodagi bo'layotgan narsa. Ana shu uchun unchalik wow darajada emas, shu 7000 kerak bo'lsa 10000 ham pashti bo'lmayapti-yu. Mana shunaqa holatda bo'lib turibdi. Lekin bizda ko'pincha bilinmasligi sababi agar misol uchun kerak bo'lsa 7000, 10000 ham bo'lmasligi mumkin edi. Meni klientim ko'p, ya'ni repeat buyer deydi-da. Doimiy klient ko'p, qachonlarda ko'pligidan 1 yilda bir marta ishga tushgan taqdirda ham
ko'payib ko'payib ketadi. ketadi. Tushunyapsizmi? Siz mana 10 yil, 11 yil davomida ishlaganmiz deyapman. Misol uchun 1 yil davomida 10 ta klient qiling. 11 yil davomida nechta 1000 ta klient bo'lyapti-da, misol uchun. Yo'q, 500 ta sizni qaytib keluvchi klient bo'lsin. Har kuni bittasi qaytib kelsa ham bir kunga bitta ish bor degani. Bir kunga bitta ish degani, bu degani 400, 500, 600 dollar degani. Endi 10 ta ish qancha bo'lyapti o'sha? Bir 30 ta ish qancha bo'lyapti? 3000 bo'ladi. Tushunyapsizmi? Menga ana gapingiz xursand qildi rostdan. Men hozir fikrim o'zgarib ketdi. Ya'ni yangi akkaunt ochilib, u faoliyat yuritsa ham, yaxshi daromad topish mumkinligi. Yuritgani bor. Men любой insonni men fakt qilib olib kelishim mumkin. Imini o'zim shogirdlarimdan boshqasidan. Juda ko'pini. Imini o'qib, menda o'qib ketib, men o'zimcha bir offline ochgandim. Mana freelancerlik bo'yicha Fiverr'da o'rgataman deb. Ana shu yoqda juda ko'p ishladi. Haligacha guruh bor. Ya'ni aktivlar bor. Bittasi gaming bo'yicha ishlab ketdi. Bittasi bir qanaqadir video bo'yicha. Shu ko'p hammasi endi baribir meni video deb tanigan. Shuning uchun video orqali ko'p tanib kelganlar ko'p bo'ldi. Men shu videodan juda ko'p ishladim. Menga qiziq, Oldimda yurganlar ko'p ishlab ketgan. Chem naborot meni o'qigandan ko'ra. qarang, mana YouTube montaj qilish bor, alohida Reels montaj qilish bor, reklama montaj qilish bor. Siz Fiverr'ga kirsangiz, mana kirganingizda istalgan montaj qilaman degan reklama yaxshimi yoki yo'nalish bo'yicha reklama qilganmi? Yo'nalish. Faqat masalan boshida YouTube yo'nalish. uchun qilaman. Da. Reels uchun qilaman. Shunaqa, boshida yo'nalish bo'lgani yaxshi. Yo'nalish bilan kirgan. Ya'ni har bitta bola o'rgangandan keyin o'zini yo'nalishini topish kerak demoqchisiz. Shunaqa. Birdaniga katta bilan kirmaslik kerak. Yo'nalish bo'lsa, shunda buyurtmalar ham shunga qarab. U darslarimda bergan gapni so'rayapsiz mendan, bilasizmi? Yo'q, dars etasiz. U darsliklarda aytilgan narsalarni siz so'rab olyapsiz. Bu yaxshi, endi ko'p kishiga foydali bo'ladi degan ma'noda qinimaroq bo'lsin deyapsiz. Chunki bu podkastni endi yangi montaj sohasini o'rganaman deydiganlar emas, umuman olganda montaj sohasida ishlab Yo'q, yurgan men bolalar bitta bor. narsani ham aytmoqchiman odamlarga. Ya'ni hech narsa misol uchun eshitilishi sounds like easy bo'lishi mumkin-da, osondek tuyulishi mumkin, lekin hech narsa oson emas. Hozir men aytayotganimdan keyin ham misol uchun kimdirlar rag'batlan nimalar paydo bo'lishi mumkin, ya'ni o'zim qilaman deb boshida oson bo'lmaydi hech narsa. Shuning uchun nima deydi bir ustoz deymiz-ku, mana bunaqa narsalar bo'ladi. Ya'ni uni to'g'ri yo'lga boshlab turuvchi-da. Ya'ni men misol uchun tarafdoriman, imенно bunagi edit maktab dedingiz-ku. Chunki nimasidan o'tgan, boshidan o'tgan, ertaga misol uchun biron kamchiligi bo'layotgan joyni sizlarda pamoin to'g'rilab turish ham bo'ladi. Nima qilasiz? To'g'rilab turish bo'ladimi? Edit maktabda o'qigan, ya'ni savol mentorlar bo'ladi. Albatta. Mentorlar bor, ha? Albatta, mentorlar bo'ladi. Mentor demoqchi edim, o'z mentorda ko'p kishi biladimi, yo'q bilmayman, ustoz deyman endi. Ustoz bo'ladi. Mentor bo'lish kerak-da, har bir sohada. Ko'p kishi sohada, misol uchun bizda hozir imенно kurs, mana bu narsalarni to'g'risi, trade mana shu narsalar ko'p bo'lgandan keyin mana motivator mana shu narsalar sal nima bo'lib qoldi-da. Как lutvoz bo'lib qoldi. Lutvozlar ko'p bo'lib qoldi. Lekin aniq yaxshi mana chet elda bilasiz-ku. Chet elda o'sha bu narsa tozalanib, real bir narsani olib beradigan odamgina faqat nima ochadi? Как mentor kurs, mentorship. mana mentorship ochadi. Hozir eng dunyoda katta bastako'ram mentorship bor. Qaysi sayt edi shu? Katta mashhur odamlarning nimasi bor-ku? Mastermind edimi? Masterclass.com, Masterclass.com. Mashhur odamlar masteri bor, ya'ni nimasi? Kursi bor. Bu aql bovar qilmas odamlar, to'g'rimi? Ichida kim qanaqa mashhur, juda katta odamlar. Ya'ni ana shu kurslar. Bizda u bunagi faqat ko'pincha lo'lilarda kursi bor. Ya'ni bu времени, ya'ni bu tozalanadi, to'g'ri? Misol uchun vaqti o'taveradi sekin-sekin. Bunisi qiladi, bunisini odam biladi, asl yuzini, bunisi keladi, bunisi biladi asl yuzini, bu tozalanadi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, mana shu narsalar xudo xolasa nima deydi? Mentor bo'lsa, mentor buni ishini misol uchun siz aytganingizdek ochadi, registratsiya qiladi, o'qiladi, bir 2 kun, 3 kun o'xshamaydi, aybini ko'rib, mana bu yog'ingni endi o'zgartir. Chunki aytayapman-ku, yuzingiz bu deyapman-ku. Yuzingizni bir hafta kuzatasiz, u yuzingiz xunuk bo'lib turgan bo'lsa, odam chaqirmayotgan bo'lsa, demak yana yuzni o'zgartirish kerak bo'ladi-da. Premiere Pro tugatdi, After Effects tugatdi. Kimdir masalan ishlash mumkin. Mahalliy bozorda ishlaydi. Bizda ham
montajchilarimiz bor. Bo'lmasam edit 10 million 15 10 million 15 million oylik to'laymiz biz ham. Ha, montajchilarga oylik to'laymiz. o'qinglar. Agar podkastni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, video montaj va freelans sohalariga bo'lgan tasavvuringiz yanada kengaydi deb umid qilaman. Hasan aka, bu biz o'quvchilarimizda ko'rmoqchi bo'lgan yaxshi bir namuna. Ya'ni video montaj kursimiz Hasan akadek frilanserlarni tayyorlashga qaratilgan. Bu uchun bizda barcha sharoitlar mavjud. Har tomonlama yuqori sifatdagi darslar va sizga to'g'ri yil kursda oladigan tajribali mentorlar. Lekin kasbiy bo'lishning o'zi yetarli emas. Kasbiy sizga daromad keltirishi uchun bozor qoidalaridan ham xabardor bo'lishingiz kerak. Bu uchun bizda freelance moduli bor. U yerda Hasan aka Fiverr'da daromad qilish bo'yicha aniq ko'rsatmalar bergan. Edit maktabi aprel so'ngigacha kursga yozilgan barchaga 10% chegirma taqdim qiladi va birinchi 100 kishi bilan yopiq offlayn uchrashuvni o'tkazamiz. Uchrashuvda Hasan Nazarov va men freelansdagi o'z bilimlarimiz bilan bo'lishamiz va siz barcha istalgan savollaringizga javob olasiz. Va kursni yuqori natijalar bilan tamomlagan 3 ta o'quvchiga APG kompyuter do'koni bilan hamkorlikda 3 ta kompyuter sovg'a qilinadi. Video ostida kurs uchun havola qoldiramiz. Havola orqali o'tib, ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, operatorlar sizga aloqaga chiqishadi. Hasan aka, oxirgi savolim. Inson o'zini kasbida muvaffaqiyat erishish uchun u kasbini sevish kerakmi, shart emasmi? Siz o'zingiz fikringizni ayting. Sevish kerak. Har bitta ishda ya'ni yaxshi bo'lish uchun, muvaffaqiyatli bo'lish uchun birinchi u ishda sevgan bo'lish kerak. To'g'ri, misol uchun ba'zilar aytishi mumkin, ya'ni pul olib kelsa, o'zi sirazi sevib qoladi yoki pul olib kelgandan keyin ham sevsa bo'ladi. Unaqa holatlar ham, ya'ni pul bu motivatsiya deymiz. Ya'ni haqiqatan ham bitta ishdan ko'proq pul topsangiz, yaxshi ko'rib ketasiz. Lekin inson doim bir xillikdan charchaydi-da. Qancha pul olib kelishdan qat'iy nazar. Ya'ni milliarder boylarda agar faqat pul deb o'ylasak-da, milliarder boylarda mana bu yoqda Dubay shayxlarini ov qilib ketayotgani, dalalarda, ya'ni eski hayot, qishloq hayotni qarang, sog'inib, nima uchun? Bu hayot u uchun qiziq emas. Tushunyapsizmi? Ya'ni pulli hayot qiziq emas. Shuning uchun biz faqat hozir pul kerakli bo'lgani uchun ham biz pul bo'lsa, men ertayu kech ishlardim, uxlamay ishlardim, uxlash ham mumkinmi? Men ko'pincha ish qilaman, bo'ldi, bugun yetadi, bugun bo'ldi, pul ishlagim kelmaydi desam, puldan ham odam zerikadimi? Ha, puldan ham inson zerikadi. Shuning uchun agar ishga ozginagina mehr bo'lsa, ya'ni bir qanaydir sevgisi bo'lsa bu ishga, ya'ni men aytayotganimdek montajni men yaxshi ko'rib qolganman. Shuning uchun shunga o'xshagan yaxshi ko'rish qilsa, rezultatingiz prosta tezroq bo'ladi va yaxshiroq pul topasiz bundan. Chunki siz charchash nima bilmaysiz, ya'ni vaqt o'tib ketganini bilmay qolasiz. Siz ishingizda jinnisiz-da. Siz ishingizda telbassiz. Vaqt o'tishi ham, vaqt ketishi ham qiziq yo'q. Har bitta narsani perfekt qilishga harakat qilasiz, detalni qarashga harakat qilasiz. Chunki siz uni tezroq qilib berib, pulini olib o'tkazay emas. Uni perfekt qilishga harakat qilasiz. Xo'p, lekin menda sal boshqacha fikr bor. Boshlang'ich etapda. Siz bitta ishni sevdingiz. Aka 1 yil sevasiz, 2 yil sevasiz, 3 yil sevasiz. Pul kelmagandan keyin sevmay qolasiz. Masalan, men 3 ta modeling sohasiga sevib kirganman. Qarang, shu uchun ham freelancerlik shunday bo'lyapti. Freelancerlikning yaxshi tarafi, siz sevgan narsangiz bilan pul qilsangiz bo'ladi. Mana freelancerlikda ko'p kishi video editing deb o'ylaydi faqat. Yana boyna aytdim buni. Faqat video editing emas. Photoshop bo'yicha ham, tarjimonlik bo'yicha ham matematikani yaxshi ko'rasizmi? Matematikani prosta tak birovni uy ishini qilib berayotganlar ham ishlatgan bor. Endi qarang. Birov CV yaxshi tuzishni biladi yoki bo'lmasa bir narsa yozishni biladi. Oddiy, mana bu yoqqa anavi bor-ku, negerlar gapiradi-ku. Akmal aka, unday qiling, unday qilmang. Tabriklar qildi-ku. Ana shu ham Fiverrdan olinadi. Ya'ni oddiy bola, o'zbek bola oddiy. Instagram ochib olgan, bo'ynagilarning videosini ular o'zi oladi. Odamlardan 200 ming so'm pul oladi yoki 150 ming so'm pul oladi, u Fiverrga $5 ish zakaz qiladi. Ya'ni 60 ming zakazni olyapti-da, bizda o'zbeklarga 200 ming, 150 mingdan sotyapti, o'rtaga u dalol bo'lib beryapti. Marketplace o'rtasiga marketplace bo'lib beryapti. Tushunasizmi? Hasan aka, mana holatda, masalan, siz Premiere Pro, After Effects o'tishdan oldin siz oddiy dasturlarda montaj qilgansiz, ha? Endi qarang. Men o'zimda 3 ta modelingni shunchaki sevganman. Lekin 3 ta modelingga 3 ta o'sha 3D Max dasturini ochganimda menda qo'rquv paydo bo'lgan. Hozirgi holatda ham biz hozir bitta yangi bolaga After Effects'ni interfeysini ochib bersak, u tushunmasdan men qatga kirib qoldim deydi. Ana o'sha joyda aka sevgi ishlamaydi-da, o'zini majburlash kerak. Men o'zim majburlaganman. Menga yoqmasa ham, rostdan boshida yoqimsiz bo'lgan, bir hafta
10 kun davomida men tushunarsiz holatda bo'lganimdan keyin men o'zimni majburlaganman. Faqat aytmoqchimanki, sizni fikringizga qo'shilaman. Lekin faqat sevgini o'zi kamlik qiladi. Odam boya biz siz bilan meni muvaffaqiyatim hozir gaplashdik. Hammasi balki ikkovimiz ham majburlaganmiz o'zimizni. Siz ham faqat yo'li shu bo'lgan, menda ham faqat shu yo'l bo'lgan. Endi aytibman-ku, misol uchun men o'zimni optimdan kelib chiqib aytaman. Men yaxshi ko'rganim uchun balkim shu tarafdoriman. Siz aytyapsiz, men majburlaganman, keyin yaxshi ko'rib qolganman. Siz bunaqa. Bundan men prosta bitta narsani xulosa qilsa bo'ladi. Men hapishni ko'rayotgan odamam. Ya'ni bu ham yaxshi, prosta buni jipslashtirsa, jipsiz zo'r. Lekin juda ham qattiq yaxshi ko'rsa nima minus tomoni bor, bilasizmi? O'zini kasbini juda ham yaxshi ko'rsa, u arzonga ishlamaydigan xarakterdagi odam bo'lib qoladi. Masalan, qanchadan qancha zo'r dasturchilarni bilaman, zo'r o'zini qadri, animatsiya qiladiganlarni bilaman-da. Ular eng qizig'i o'sha bilimni o'rtachadan biladiganlardan kam topadi. Nimagaki? Shunaqa. Bilmayman nimaga qanaqadir juda ham qattiq sevgan uchun ichida kibr paydo bo'ldi. Men arzonga ishlamayman, meni bahoyim bunaqa degan fikr paydo bo'lam degan narsa. O'shaning uchun men juda ham qattiq muhabbat qo'yish tarafdori emasman. Ya'ni kasbni u pul topish uchun o'rganish kerak. Pul topishga fokus qaratish kerak. Ya'ni o'zini kasbini haddan ziyod yaxshi ko'rib qolsa, u shunaqangi ideallashtiradiki, birovga ishlagisi kelmaydi, shunchaki o'zi uchun montaj qilgisi keladi. Masalan, shunaqangi zo'r uchta dizaynerlar bor, sotmaydi. O'zi uchun faqat rasm yuklaydi. Uni fayl yo'q hech kimda. Faqat o'zi uchun qilib turib, 2 haftalab qilib o'tiradi. Bunday qarasa to'g'ri. Misol uchun men ham hozir montaj qilsam aytyapman-ku, bu ishlarda 99%, misol uchun 100 ta 10 ta ish bo'lsa, uni 3 tasini maza qilib qilaman. Chunki siz boshqadan pul topasizda. Shuna. Yo'q, endi oldin ham. Misol uchun 3 tasini maza qilib qilganman. 7 tasini, 6 tasini doim men maza qilib qilmaganman. Pulimni olganman, aytmoqchi bo'lganim, qarang, shu yoqda pul uchun ishlaganman-da. Pul ham motivatsiya bo'lgan. To'g'ri, bu taraflama misol uchun pul uchun ham doim motivatsiya berib turadi. O'zingiz qilgan ishingiz bo'lsa, zerikishingizni oldini oladi. Siz aytayotganingizda mehr sevib qolsa ham u endi o'zini kibrli qilib, men arzonga ishlaymayman degan fikr paydo bo'lib qoladi. Faqat o'zi uchun ishlagan. Hamma narsani me'yorida bo'lishi yaxshi deb o'ylayman, lekin baribir qiziqish bilan qilsa, men o'zimdan baribir kelib chiqib aytaman-da, chunki o'zim qiziqqanman. O'zim hozir men misol uchun qiziqmagan odam ichidan kirib, uni narsani ayta olmayman. O'zim qiziqqan, chunki qiziqmaganlarni va meni hayotimni ko'rib, mendan bo'lmoqchi bo'lib, shunga qiziqib o'rganib tashlab ketganlarni ko'pini ko'rganman. Tushunyapsizmi? Ya'ni bir oy o'xshamagan, 2 oy o'xshamagan, 3 oy o'xshamagan, shu ekanda deb ishlamay ketgan, misol uchun. Montajni sevsa ham ishlamaganlarni ko'rganman. Mana Sardorda o'zi. Sardor Salamov, yaqin oshnam. Montaj. Nima gap? Montaj. Montaj bilan biz tanish bo'lganmiz. Montaj qilishlar mana shu orqali. Biz hech qanday 2013-yil hattoki freelancerlikdan oldin men taniganman. Ya'ni prosta tak nikto bo'lgan paytlarimiz. Hech qanaqa men ishim yo'q, prosta bidallaga, uni ham hech qanaqa ishi yo'q, prosta bidallaga bo'lgan paytlarimizdan beri bir-birimizni taniymiz. Ana shu payt montaj bo'yicha biz bir-birimiz bilan mana buni qanday nima qilsak bo'ladi, mana qanday ana shu narsalarda biz gaplashib yurganmiz. Lekin ana shu payt men freelancerlikda pul ishlab topib boshlaganimdan keyin O'zbekistonga kelganimdan keyin realni ko'z bilan ko'ryapti. Men hisobi 2000, 3000, 1000 ishlayapman men. Ishlasa bo'lar ekan, men ham ishlayman deb profillar ochganida registratsiya qilib ishlatga berganman ham, yana ish ham tushgan, lekin tashlab ketgan. Shu payt holigacha aytadi, shu payt boshlaganimda edi. Boshqa bo'lardi, unaqa bo'lardi. Yo'q. U bunaqa hayotdagi ishlarni yaxshi ko'rardi. Ya'ni prosta klientga ish berish narsami? Yo'q. U o'zi borib, syomka qilib, o'zi tushirib, ijodkorlik qilishni yaxshi ko'rardi. U montaj qilishga faqat emas. Mana haligacha mana o'zimning gapini montajni qanaqadir yoqtirib, montaj qiladi, qo'lidan montaj qilishni yaxshi. Ukam xuddi shunaqa. Ukam ham xuddi shunaqa qilsa, montaj qilish zo'r bo'ladi, lekin montaj qilmaydi. Tushunyapsizmi? Mana hozir ukam bilan Linur ishlayapti deyapman. Ukam aslida o'zi qilmaydi. Ukam o'zi bolalarga o'rgatib qo'yib, bolalarga ishlatyapti. Tushunarli. Tushunyapsizmi? Ana shunaqa xarakter. Nima uchun o'zi bir xillar o'zini faqat ishini qila oladi. Prosta bundaqa birovning ishini qilib bermaydi, menga yaxshi bo'lsa. Lekin ishni siz aytganingizda mendan ham zo'r,
siz aytayotgan biz aytayotgan ya'ni wow darajadagi montaj ana shu narsalarni qiladigan bo'ladi misol uchun. Lekin bunaqa 300, 400, 500, 200 dollarga ishlagisi kelmaydi. Tushunarli. Unga birov bir 10 ming beraman bitta loyihaga qilib ber desa, qilib beradi, lekin ana shunaqa. Tushunarli. Hasan aka, sizga kattakon rahmat. Rahmat. Ma'lumotlar uchun. Endi shu. O'zi shunday salomlashardimi? Inson? Ha? Inson shunday salomlashardi? Yo'q, bunday esidimi? Yo, 10 qo'l aka.